Hammaga salom. Demak, bugun bulutli texnologiyalar haqida tanishamiz. Xo'sh, demak, nima o'zi bu bulutli texnologiyalar? Juda ham ko'p vazifalar bor. Men hozir qisqacha qilib aytishga harakat qilaman, asosiylarini aytishga. Xo'p, umumiy olganda, buni asosiy vazifasi demak shu hamma qurilmalarda, misol uchun bitta odamda aytaylik notebook, smartfon va planshet o'zaro uyg'un holda ishlashini ta'minlaydi bu. Va ma'lumotlarni o'zida saqlab turadi. Shu sababli ham agarda smartfoningiz sizda yo'qolsa, bulutli texnologiyaga bog'lab qo'ygan bo'lsangiz, ichidagi kontaktlaringiz, kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlaringiz bunda saqlanadi. Va siz yangi telefon olgan vaqtingizda bemalol uni qaytib tiklash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda siz bundan foydalanmaydigan bo'lsangiz, sizning telefoningiz xudo ko'rsatmasin buzilsa yoki umuman bir yo'qolsa, ichidagi kerakli bo'lgan ma'lumotlaringizni qaytib tiklash imkoniyati bo'lmay qolishi mumkin. Xo'p, bu bitta vazifasi hisoblanadi. Hozir yana to'liqroq ko'rsataman. Xo'p, tarixiga keladigan bo'lsak, demak bu 2000-yillarda mana boshlab rivojlanib boshlagan. 2010-yilda butun dunyoda tarqalib ancha keng rivojlangan. Hozirda buni umumiy jahon bo'yicha qiymati 240 milliard dollar hisoblanadi. Har xil xizmatlar bor, servislari. Ularni o'zlariz to'liq tanishib olasizlarga qiziq bo'lsa. Xo'p, va turlari ham gibrid bulut, ochiq bulut, har xil turlari ham mavjud. Xo'p, endi realni ishlaydiganlarni ko'radigan bo'lsak, demak biz bilamiz o'sha mashhur kompaniyalar iPhone, Apple kompaniyasi misol uchun, Google, Microsoft hammasini, Amazon hammasini o'zini bulutli texnologiyalari mavjud. Mana hozir iCloud bu demak Apple kompaniyasini bulutli texnologiyasi hisoblanadi. Hozir men mana ko'rsataman, bunda nima imkoniyatlari bor. Demak, o'sha MacBook, iPhone, iPad har xil qurilmalarda bunga sinxronizatsiya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, bunda ma'lumotlar saqlanadi. Hamma ma'lumotlar saqlanadi va o'zaro uyg'un holda ishlash ta'minlanadi. Aytaylik, mana Contacts. Demak, telefonda sizda kontaktlaringiz bor, bunda har doim saqlanib turadi. Agar mabodo siz yangi telefon olsangiz, bemalol uni qaytib tiklash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Cloud Drive, ya'ni bunda xohlagan ma'lumotlarni saqlab qo'yasiz. Qachon kerak bo'lsa, misol uchun aytaylik siz chet elga bordingiz va telefon olib bormadingiz yoki kompyuter olib bormadingiz, ma'lumotlaringizni mana shunda saqlab, xohlagan joyda internet bo'lsa bo'ldi. Qaytib tiklab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xohlagan joyda ma'lumotlarni qaytib tiklab olasiz. Va do'stlarga qaysidir ma'lumotlarni ochiq qilsangiz bo'ladi, ya'ni kimnidir bulutli texnologiyasi bor, shunga o'xshagan, xuddi shunday. Unga misol uchun qanaqadir bir misol uchun mana shu papkangizni unga ochiq qilsangiz bo'ladi. U demak sizni faqat mana shu faylingiz uchun, papkangiz uchun ma'lumotlarni bemalol olib, qo'yib ishlashi mumkin bo'ladi. Xo'p. Demak, yana ko'p imkoniyatlar bor. Bunda prezentatsiyalar qilsa, yasasa bo'ladi. Yana juda ham ko'p imkoniyatlar bor. O'zlaringiz tanishib olasizlar. Keyingisi Xiaomi Cloud. Bu ham xuddi shunday. Yana bir narsa aytish esimdan chiqibdi. Demak, bunga agar sizlar iPhone'ni qo'shadigan bo'lsanglar, ya'ni sinxronizatsiya qiladigan bo'lsanglar, sizlarda yana qo'shimcha imkoniyatlar chiqadi. Ya'ni o'sha iPhone'ni masofadan boshqarish. iPhone nafaqat iPhone, MacBook, misol uchun notebook yoki iPod farqi yo'q. Nima bo'lsa ham shuni masofadan boshqarish, masofadan o'chirish, masofadan qulflash, qachon yoqilgan, qachon o'chirilgan hamma ma'lumotlar demak mana bu yerda qo'shimcha imkoniyat bo'lib chiqadi. Xo'p, Xiaomi Cloud bo'ladigan bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa mana galereyalar, recordings, device topish, ya'ni o'sha telefon kimdir o'g'irlagan bo'lsa, qayerdaligini ko'rsa bo'ladi, qachon yoqilgan. Faqat internetga ulanish kerak. Xo'p, bu ham shunaqa qisqacha. Yana bir narsa, bularning hammasini o'zini ma'lum bir xotirasi bo'ladi. Ya'ni qaysilardir 1 gigabayt bo'ladi, qaysilardir 10 gigabayt, qaysilardir 15, har xil bo'ladi. O'sha to'lib qolsa, demak yana qo'shimcha xotira olishga to'g'ri keladi. Qo'shimcha xotira pulli hisoblanadi. Boshida kam xotira beradi, u bepul hisoblanadi. Xo'p, bu Google'da o'sha Cloud texnologiyasi hisoblanadi.
Google Drive, ya'ni mana disk yoziladi, drive yoziladi har xil. Demak, bunda mana 15 GB menga joy beribdi tekinga. Men bunda ma'lumotlarimni saqlab qo'yganman. Qachon qayerda xohlasam shu akkauntimga kirib bemalol qaytib tiklab olishim mumkin hamma ma'lumotlarimni. Yana qo'shimcha tashlab qo'yishim mumkin. Agarda menga 15 GB kabellik qiladigan bo'lsa, yana sotib olishim mumkin. Pullik albatta. Demak, 100 GB, 200 xohlagancha pulini berib sotib olishim mumkin. Bu ham o'sha, xullas, bu bilan ham tanishtirish hojati yo'q. Demak, eng yaxshi 21 ta o'sha bulutli xizmatlarni taqdim etadigan kompaniyalar buyoqda keltirilgan. Buni juda ham ko'p imkoniyatlari bor, ya'ni misol uchun serverlar ko'tarish, ma'lumotlarni saqlash. Hozirgi kunda juda ham ko'p, misol uchun internet xizmatlari, dasturlar, Google Play Marketlar misol uchun hammasi shu bulutda saqlanadiganga o'tyapti, sekin-sekin. Xo'p, bu yerda o'shalarni to'liq imkoniyatlar bilan tanishishinglar mumkin. Demak, bulutli texnologiyalar haqida yana nima qo'shimcha qilsam bo'ladi? Xo'p. Demak, Telegramda ham shunaqa bulutli texnologiyalar mavjud mana. Bu hozir o'zimda shaxsiy lichkam, ya'ni o'zimda shaxsiy kabinetim Telegramdagi. Demak, mana shunga ma'lumot saqlab qo'ysanglar bo'ladi. Demak, bu ham bu Telegramni bulutli texnologiya hisoblanadi. Hozir buni ko'rsata olmayman, o'zimda ma'lumotlarim bor. Demak, qisqacha shu ichiga mana saved message o'zingizda xohlagancha ma'lumotlarni tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Faqat buni ham qanchadir chegarasi bor. Agar shuni o'tadigan bo'lsa, demak, birinchi tashlaganingizdan boshlab o'zi o'chib ketishi mumkin. Demak, hozircha shular. Keyingi darslarda yana ham qiziqroq narsalar haqida tanishtirishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.